1965 yılı 6. ayının 14. günü bir ömür vatani üçün tipirlagan bir otluq yürek soqishdan to'xtaydi. 64 yillik qisqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'lboshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat buyuk bir obida asarning muallifligini, Xitoy bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundoqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatli jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20. asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadirlik radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlər Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Yigirminci asr Uyg'ur tarixidagi buyuk shaxsiyat Muhammad Emin Bug'ro o'zining bir umrlik kurash hayoti va keyingilarga qoldirgan ma'naviy meroslari bilan hali ham kishilar qalbida xotirlanib kelmoqda. Muhammad Emin Bug'roning hayoti va kishiligi haqida fikr bayon qilgan professor Olimjon Inoyat apandi uning ko'p qirliq shaxs ekanligini ta'kidlaydi. Muhammad Emin Bug'ro millatimiz yetishtirgan dаңlıq siyosiyon, inqilobchi, tarixchi, shoir, yozuvchi va jamoat arbobi. Sharqiy Turkiston vaqfining sobiq bosh kotibi Hamidxon Göktürk apandimi marhum Muhammad Emin Bug'roning o'z zamonasida har tarafdan yetishgan bir kishi ekanligini ilgari surdi. Şarkı Türkistan milli rehberlerimizden ve chet elde yürütülmekte olan Şarkı Türkistan milli mücadelesinin rehberlerinden merhum Mehmet Emin Bug'ro aynı zamanda bir dini alim hem Şarkı Türkistan tarihi ismi bilen bir tarih kitabı yazgan bir tarihçi ve Şarkı Türkistan Milli Azadlık Hareketi'nin rehberi ve kumandanı. Muhammad Emin Bug'roning o'z hayoti haqida qoldirgan yozmalarida uning balalik hayotiga doir uchur va ma'lumotlar ko'p emas. Ammo u Sharqiy Turkiston tarixi nomli kitobida, Siyosiy hayotim nomli xotirasida va 1952 yili İstanbulda nashr qildirgan Sharqiy Turkistonning tarixi, jo'grafiyasi va hozirgi ahvoli nomli kitobchisida o'zining esini topgan balalik chog'laridan boshlabla munqars vatanning taqdiridan cho'nqur qayg'ulanganligi, har tarafdan umid nuri izdeganligi va kichik turibla zimmasiga vatan qayg'usini yutib olgan xiyolchan bola bo'lganligini tilga oladi. U shu yillardagi azobliq hissiyotini mundaq bayon qiladi. Oң və solni farq etərligidək bolğan çağımdan tatib, Xitay əməldarlarının Şərqi Türkistan xalqiga qılıbatqan zulm və haqsızlıqlarını, şundaqla xalqımның xorlanıbatqanlığını görüb köp eçinmaqda edim. Bularning ta'siridan nurg'un kechalarda uyqusiz və vəsvəsələr bilan tong atqızatdım. Yeşim kichik, aqlim yetishmagan, o'zim tajribasiz və moddiy jihatdan yo'qsul edim. Dardimni anglatadigan kishim yo'q edi. Qısqası 15 yaşımdan tartib Xitay zulmiga qarshi nafrat hissi, millatim va vatanimning holiga qayg'urish kayfiyati ko'nglimda cho'nqur o'rin olgan edi. Bu hissiyatning haydakchiligida millatimning tarixini o'rganish, dunyo millatlarining qadimiy va zamonaviy tarixlarini tadqiq qilish zo'qi ko'nglimda kundan kunga quvvatlanmoqda edi. Afsuski, muhitimda menga bu sohada tarbiya beradigan kishilar yo'q edi. Darvaqa, Muhammad Emin Bug'ro tug'ilgan yillarda butun dunyoda, bo'libmi Sharq ellarida ko'ni bir davr asta-asta cho'kayotgan, yangi davrning ufuq nuri ko'tarilayotgan bir zamon edi. Turkiya Egey Universiteti Türk Dunyosi tadqiqot institutining professori Olimjon Inoyatning so'zi bilan aytganda, Muhammad Emin Bug'ro tug'ilgan yillarda şu Uyg'ur jamiyati siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, din ve ma'rif jihatdan nihoyatda qiyin ahvolda edi. Bu davrda tashqi jihatdan imperiyalar yimirilmagan, Char Rusiya imperiyasi, Manchung imperiyasi, Osmanlı imperiyasi ve İngiliz imperiyasi orasida tirkishish bo'lgan
ichki jihatdan bekinmachilik siyosati yurgizilayotgan edi. Manching hokimiyatining bekinmachilik siyosati va Uyg'ur xalqini nodon qoldirish siyosati Uyg'ur jamiyatining shu dunyoda yuz berayotgan o'zgarishlardan xabarsiz qolishiga sababchi bo'ldi. Tashqari bilan berish kelish munosabati bo'lmaganligi uchun qo'shni davlatlarda yuz bergan taraqqiyotlarni ta'qib qilish imkoni bo'lmadi. Yana bir tarafdan Uyg'ur xalqi 77 yillik qo'jilar hokimiyati, Jo'ng'orlar hokimiyati va keyingi Manching hokimiyati mezgilda davomli urush va isyonlar bilan shu patparaqchilik va davolg'ish ichida yashadi. Bütün bu tarixiy va ijtimoiy sabablar tufayli jamiyat boshqa xalqlarga nisbatan ko'p orqada qoldi. Jaholat va nodonlik Uyg'ur jamiyatini asir oldi. Professor Olimjon Inoyat apandi yana Muhammad Emin Bug'ra tug'ilgan va bolalik davri o'tgan 20-asrning dastlabki chorigidagi Sharqi Turkistonning ijtimoiy realligini Tatar jadidchi muxbiri Noshirvan Yavshevning 6 shahar maktublari nomli xotiralari bilan Odil Hikmatbeyning Osiyoda 5 turk nomli kitobidan aniq ko'rib olg'ilib bo'ladiganligini ta'kidlaydi. U mundoq deydi: Jaholat va nodonlikning shu qanchalik cho'nqirlashib ketganligini shu 1910-yillarda Sharq Turkistonga borgan Tatar muxbir Noshirvan Yavshevning shu 6 shahar maktublari Türkiyalik Adil Hikmetbey'nin Asiyada 5 Türk namlı kitaplarındaki bayanlardan düşengili buludu. Meyli Abdülkadir Damallan olsun, meyli Muhammed Emin Borab olsun, şu Uygur halkının muşundak ictimai çöküş devrinde dünyaya gelgen. Abdullah Oğuz Efendi merhum Muhammed Emin Bug'raning jiyani merhum doktor Yakup Bug'raning nevrisidir. U hozir İstanbul Universiteti Türkiyat institutida doktorluk ilmi unvoni uchun o'qimoqda. U merhum Muhammed Emin Bug'ra dunyoga kelishdan 20 necha yillar ilgari Manching sulolasining Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib, orqadanla Xinjiang o'lkasini ta'sis qilganligini, buning natijasida butkul Uyg'ur xalqining munqarzlik va assimilyatsiya qismatiga duchor bo'lganligini eskartib o'tdi. Hammalarga ma'lum bo'lgancha, Muhammad Emin Bug'ra Hastimning tug'ilgan yili 1901dan 20 yilcha burun 1978 yili Zozongtang askarlari tomonidan Sharq Turkiston ishg'ol qilingan. Bu ishg'olning aqsidan Sharq Turkistonni shu qadimki zamondan buyon Xitoylarning asosiy plani bo'lgan Sharq Turkistonni Xitoy mamlakati qilish, bu Sharq Turkistonni Xitoyning yurti qilish maqsadini amalga oshirish uchun qo'lidan kelgan har qanday ishni qilg'ili boshlagan bir vaqt. Bulabmu 1884 yılı yurtimizning ismini Xinjiang deb atab Xitoyning bir yurti qilgandan keyin Sharqi Turkistonda Xitoylar Sharqi Turkistondagi xalqning nüfusini azaltib, oraya Xitoylarni ko'chirib akilib, Sharqi Turkistondagi Xitoy nüfusini oshirish uchun, Sharqi Turkistondagi milliy tilimizni, milliy varlığımızın ortadan qaldirish uchun tirishgan bir vaqt. U Manching sulolasi Sharqi Turkistonni ikkinchi qatam ishg'ol qilgandan keyin Urumchidagi umumiy vali va Ilida turishliq Ilit Jangjun mahkamasi orqali butkul Sharqi Turkistonni idora qilganligini, janubdagi viloyat noyalarni Ombal Dotaylarning qo'li orqali texmi mustabid usulda kontrolga olganligini, Sharqi Turkistonda milliy va diniy kimlikni kuchaytiradigan hech qanday bir harakatga yo'l qo'ymaganligini ta'kidlab o'tdi. Memleketimizin başında genel vali, onun İlixuy deydiğen bir genel valinin idaresi aslında Jangjun deb ataydı, ondan keyin Xitoydagi bu genel valini. Her şehirde işte Amban, Dotay degan Xitoy amaldorlarining memleketni idora qilgan bir vaqti. Aynı zamanda Xitoylar bu mezgilde Sharqi Turkistondagi diniy va milliy har qanday tadrisotning oldini olib, bizning iqtisodiy jihatdan bu Xitoyga bog'lanishimizni va Sharqi Turkistondagi har qanday iqtisodiy boylikni Xitoyga olib ketishning amalini qilg'ili boshlagan bir vaqt. Abdullah Oğuz Efendi Muhammed Emin Bug'ra isini bilgan vaqtlardan boshlab Sharqi Turkiston xalqi duchor bo'lgan bu zulmatlik qismatdan qattiq azoblanganligi, chorasizlikdan qalbi pushlanganligi va chiqish yo'li tepish uchun tinimsiz izlanganligini ilgari surdi. İşte bu şu mezgilde Mehmet Emin Bug'ra Hastim o'ng sapini payqatgan kundan tortib Xitoylarning Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulm, takabbur ve olanın ve biz Sharqi Turkiston xalqining bu qilayotgan ishlarga qarshilik ichida bo'lgan choresizlik holatiga ichidan ta'sirlanib, buni qanday bo'lsa bir şekilde hal qilaman, bu bunda vatanimga, millatimga
qanday xizmat qilay deb o'z ichidan ko'yayotgan bir vaqti. Shvetsiyadagi Uyg'ur ziyolilaridan Abdushukur Muhammad apandimu bu haqda fikr bayon qilib, Muhammad Emin Bug'roning Manching imperiyasi zaiflashgan, uning Sharqi Turkistondagi hukmronligi oxirgi halqumiga kelib qolgan yillarda dunyoga kelganligini, kichigidan boshlabla sabiy qalbiga vatan o'ti tutashgan bu xiyoljon bolaning munqars vatanning qutulishi uchun g'am yeyishga boshlaganligini ta'kidlaydi. Endi Muhammad Emin Bug'ra tug'ilgan vaziyatga nazar solsak, 1901-yili Manju hokimiyatining eng oxirgi bosqichlari, yana jeni alqumga kelib qolgan bosqichlari deb aytishga bo'ladi. Muhammad Emin Bug'raning balalik chog'lari mana shundoq bir davolg'ib turgan, chiriklashgan bir hokimiyatning oxirgi davriga to'g'ri kelgan. Mush mezgilde onun urtuqqanlari Xotandagi dаңlıq diniy o'limalardan ta'lim berishga, o'qishga bergan. Muhammad Emin Bug'ra mana shu vaqtida madrasada yetib chiqqan bir haqiqiy diniy odam, o'z davrining yetilgan shoiri. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida marhum inqilobchi, tarixchi, muajiratdagi Sharqiy Turkiston milliy harakatining rahbarlaridan biri bo'lgan marhum Muhammad Emin Bug'roning hayoti va uning kurash yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining ikkinchi qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.